Yangi qurilgan domlardan 5 qavatli domda ikkinchi qavatda joylashgan bir xonali kvartiramizga kelganmiz. Ko'rsatadigan bo'lsak, kvadrat metri 41 kvadrat metr. Bu yerda oshxonamiz, hozirgi chiqqan xonamiz, oshxonamiz. Duxka o'ntirni, kotyollar o'rnatilgan. Bu yerga oshxona mebellarini joylashtiradigan qilingan oshxonamiz anchagina katta. Bu tarafda sanuzel va bu tarafda zal bor. Hozir hammasini to'liq tushuntiraman. Ya'ni patkuluvchi holatga keltirgan yangi qurilgan domda kimga qiziq bo'lsa yoki mana shunday dom izlab yurganlar bo'lsa, bemalol telefon qilishlaring mumkin. Telefon nomeri qoldiraman pastda. Tashqi taraflarini ham ko'rsatib o'tib ketishim mumkin. Mana tashqi taraflari hamma narsasi ajoyib. Ikkinchi qavatda joylashgan. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxini 323 million so'm deyishyapti. Yana ozgina kelishtirib beradigan joyi bor. Bemalol kelib savdolashib olishlaringiz mumkin.